Biz jamoamiz bilan birgalikda keyingi telefon xizmatimizni Asakada yakuniga yetkazdik. Xonadonimizga eng shirin joydan boshlaymiz. 117 kvadrat telefon ishlatganmiz. Xo'p, o'rtacha xonadonlarga 135 ming, 140 ming so'mdan telefon qilayotgan bo'lsak, bu xonadonimizni 160 ming so'mdan qilib berganmiz. Shunda xonadon egasiga 50 ming so'mdan turbalar ham tushirib berganmiz. 30 metr turba tushirib berganmiz. Jami bo'lib 20 million so'm atrofida xonadonimiz to'liq holatda xonadon egasini ovora qilinmagan holatda qilib berildi. Faqat do'stlar bir narsani inobatga olib qo'yasizlar. Telefonda ishlatilgan listning kvadratiga pul olinadi, joyning kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi tunuka bukiladi, qayriladi, ustma-ust qatiriladi. Shuni hisobiga joyning kvadratidan tunuka ko'proq ketadi. Siz ketgan tunukaning kvadratiga pul to'laysiz. Shuni bilib, tushunib qo'ysangiz, kelishib olishimiz osonroq bo'ladi. Quyida raqamlarda Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Agar musofir yurtda bo'lsangiz ham bemalol quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi, qadrdonlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, bu videolarni uyga telefon qilmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'ying.